O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasi tashabbusi va hamkorligida Yaponiyaning BHN Association va NTT Leasing notijorat tashkilotlari tomonidan yurtimiz ta'lim sohasi uchun 200 dona yuqori funksional noutbuklar beg'araz taqdim etildi. Loyiha Yaponiya hukumati granti asosida amalga oshirilib, Yoshlar tashabbusi platformasi akademik mukammallikni oshirish deb nomlangan. Uning umumiy qiymati 485 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Kompyuterlar O'zbekistondagi 8 ta yetakchi universitet va ilmiy tadqiqot muassasalariga tarqatilishi rejalashtirilgan. BHN Association tashkiloti Yaponiyada va xorijda insonparvarlik yordami ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan. Faoliyatimizning asosiy yo'nalishlari 3 ta. Birinchisi ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shish, ikkinchisi favqulodda holatlarda insonparvarlik yordami ko'rsatish va uchinchisi ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlash. Ushbu safarda biz O'zbekistonga 200 ta kompyuter taqdim etyapmiz. Bu aynan ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim sohasini rivojlantirish maqsadlarimizga mos keladi. Biz O'zbekistonga bunday jihozlarni yetkazib berishni davom ettirmoqchimiz. Mazkur grant loyihasi Yapon tomoni bilan hamkorlikda O'zbekiston ta'lim sohasini axborot texnologiyalari bilan jihozlashga qaratilgan 3-yirik bosqich hisoblanadi. Bundan avval 2021-2022 yillarda 1420 dona Samsung planshetlari, 2023 yilda esa 80 dona Apple va Windows kompyuterlari beg'araz ravishda O'zbekistonga yetkazilgan edi. Mazkur 3-bosqichni amalga oshirishda O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasi va O'zbekiston-Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi muhim tashabbus ko'rsatdi. Bizning tashkilotimiz 1992 yilda tashkil etilgan Basic Human Needs, ya'ni inson uchun asosiy ehtiyojlar degan ma'noni anglatadi. Bu ehtiyojlar nafaqat kiyim-kechak, ovqat va turar joyni, balki tibbiyot va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ham qamrab oladi. O'zbekistondan 2 iqtidorli mutaxassis Yaponiyaga tashrif buyurib, NTT axborot kommunikatsiya kompaniyasi hamkorligida tashkil etilgan stajirovkada qatnashdi. Ular qaytgach, o'z bilim va salohiyatlarini to'liq namoyon etdilar. Biz ushbu dasturni kelgusidagi yetakchilarni tayyorlash yo'lida davom ettirmoqdamiz. 2023 yilda men loyihaning menejeri sifatida ish boshladim. Rostini aytsam, avvalroq men O'zbekiston haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas edim. Biroq ushbu dasturni amalga oshirish jarayonida o'zbekistonliklar bilan yaqindan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ldim va shu orqali menda O'zbekistonga nisbatan katta qiziqish paydo bo'ldi. Bu loyiha nafaqat mamlakatlarimiz o'rtasida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga, balki O'zbekistonda raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadi.